kunda muhtaram prezidentimizni hayit kunini nishonlash bo'yicha farmonlari imzolandi. Muftiy hazratlarimiz bo'yicha fatvolari e'lon qilindi. Albatta bu narsani hammamiz butun yurtimizdagi barcha musulmonlar intiq bo'lib kutayotgan edi. Inshaalloh Xudo xohlasa kelayotgan juma kuni hayit kuni. Bugun Xudo xohlasa taroveh namozlarimizni oxirgi kuni, ertaga Xudo xohlasa payshanba kuni hayit oldi kuni va Xudo xohlasa juma kuni erta tongda inshaalloh taolo mana shu masjidda hammamiz hayit namoziga jam bo'lamiz. Bomdod namozi inshaalloh taqriban 6larda bo'lsa, 6ga ertalab sahar 6da o'qilsa, undan keyin hayit namozi 7dan 5 daqiqada o'tilganda o'qiladi degan inshaalloh taolo qarorga kelindi. Inshaalloh sizlar orqali inshaalloh boshqa birodarlarga ham, musulmonlarimizga ham bu xabarni yetkazasizlar. İnşallah bir g'animatli fursatlar Ramazonning oxirgi bir kechalari bugun oxirgi kecha Ramazon oxirgi kechasi inshaalloh bir fursat, bir barakatli damlarda hammamiz yog'ib bo'lib turibmiz. Alloh taolo hammalarimizni bu kechalardagi tarovehlarimizni, zikrlarimizni, duolarimizni qabul etsin. İnşalloh kelasi Ramazonga ham hammalarimiz sog' salomatlik, mana shunday taroveh namozlariga, jamoat namozlariga iymon kimligida inshaalloh tanajoyimiz salomatligida yana muvaffaq bo'lib inshaalloh turmoqligimizni o'zi Robbim nasib etsin. Endi bir narsani yana bir og'irlikda joylab qo'yishligimiz kerak. Hozirgi kunda mana shunday bir ahvol nasib bo'lyapti. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar, uyali aloqa vositalar hayotimizga shunchalik kirib kelganki, mana shunday uyali aloqalarsiz, ijtimoiy tarmoqsiz hayotimizni qilib qo'yibdi. Albatta uni foydali tomonlari ham bor, manfaatli jihatlari bor. Ya'ni undan yangiliklarni o'qiyapmiz, ilmimizni oshiryapmiz, ma'ruzalarni eshityapmiz, yaxshi jihatlardan manfaat olyapmiz. Lekin hozirgi kunda mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi bir salbiy illatlar ham yuzaga kelyapti. Mana shunday illatlardan biri, mana shunday holatlardan biri kibr firibgarlik. Juda ham rivoj olyapti. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda bir noaniq profillar bilan turli xil mana shunday fayllar jo'natilyaptiki, u faylni qarasangiz sizni